Assalomu alaykum, hurmatli agrofermer raislar, hurmatli mas'ullar. Mana biz hali Xitoyga borganimizni aytgandik. Mana shu xitoyliklar kelib, investorlarimiz kelib, yerlarni ko'rishni boshladi mana. Ekishni xohlamagan, pullarni bajarmagan, g'allani bajarmagan, maqsad pul topshirmagan, soliq to'lamaganlarni shu yerni bilan berishni boshlaymiz. Mana suvli maydon, Bahrinda mana tamaki maydonni olaman deyapti mana. Mana xitoyliklar. Mana Hamid bu, mana xitoylik, mana tarjimonimiz G'iyos aka birgalikda mana ko'ryapti hozir. Hozir 2000 gektar maydonni ko'rsatib chiqyapti. 2000 gektar maydon. Yana olamiz. Shuning uchun mana ishlashni xohlamagan, ishlamoqchi bo'lmagan, yer kerak bo'lmagan, noqonuniy qurishib tashlagan, mana platformani qilmaydigan, pullarni bajarmaydigan fermerlarni ro'yxatini zudlik bilan dushanba kuni 11:00 gacha barcha agrofermer raislar berish kerak. Ishlamayman, ishlamashni xohlamaydigan, qonunni talabni bajarmaydigan xodimlarni, fermerlarni hammasi ro'yxatini bering. Mana hozir sizga yaxshi shans bo'ldi. Mana shu video xabarni hammaga yubordim.